Axborot resurs markazi tomonidan Muhammad Yusufning 72-yilligi munosabati bilan talabalar o'rtasida ajoyib so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Bu yil Muhammad Yusuf tavalludining necha yilligi nishonlanadi? Assalomu alaykum, 72-yilligi. Javobingiz to'g'ri. Muhammad Yusuf qaysi tumanda tavallud topgan? Marhamat tumanida tavallud topgan. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Ushbu misralar muallifi kim? Muhammad Yusufda Ajoyib. Bu yil necha yilligi nishonlanadi? 72 yil. Ha, to'g'ri. Muhammad Yusufda she'rlarni yoqtirmagan insonlar bo'lmasa kerak. Kattalarni yoqtiradi, ayniqsa yoshlar uchun eng bir sevimli shoir deb bilaman. Biz faxrlanamiz va andijonlik bo'lgan ishimiz. Qarang, bir to'rtligida shuni namoyon bo'lsa yodimga tushdi. Har kimsaning bo'lsin o'zin boshpanasi. Har kimsa o'z kulbasida davrini sursin. Odamni-ku aytmay turay bu dunyoda, hatto qushning yod butoqda ayni qursin. Biz yurtimizda tinchlik bo'lsin.